unda nerovni bo'lib qoladida, tepadagilar topganini, tepada o'tirganlar boshqa qilayotganlar. Unda nerovni bo'lib qoladi. Nerovni emasda aka. Yo'q, mana bu qarab. Ular boshiga taxtga o'tirayotganda aytishadi. Men shu xalqim uchun, xalqim farovonligi uchun xizmat qilaman. Bu prezidentni taraflamayapti. Endi men boshqa odamlar, boylar 100 ming dollar ham haligi bunda o'tirishi bir narsasiga 300 ming dollarlik mashina minayotgan boshqa ekan. Asha odamlar asha narsa uchun intilishgan, chiqishgan. Asha odamlar ash topgan narsasini kim bilandir bo'lishishlikka majbur emasda ular. Misol mana men harakat qilib topib boshqa qilyapman, yerda ishlayapman. Men bu kungadir qanaqa kunlarda o'tib kelganman, qanaqa joylarda yotib turganman, nimalar yeb ichib kerak bo'lsa och qolib yurganman. Shunaqa kunlarda o'tib borganman. Kimlardir so'kishini eshitib, haligi unaqa odamlar. Yo'q, do'ljimassan ularga berishga. Ularga berishga do'ljimassan. Kimdir beradigan Xudoyim misol uchun sen faqat ashdan qilganing uchun berib qo'ymagan. Rizqni Xudoyim beradi. Xudo o'zi kimga qanaqalik aytadi, kambag'al senga to'poymi, nima pul topa olmagan uchun to'poymi. Xudoyim rizqini bermagan. Senga kimdir hali pulni olib qo'yibsin edi, kimdir ota-onasini olib qo'yibsin edi. Senga ham misol uchun qanaqa qiyinchiliklarda men ham bilaman. Ikkalamiz ham o'tganmiz shu qiyinchilik. Sen kimdir ko'chada paqirda loy ko'tarib yurib, mashlarni intilib bunaqa qilgan bo'lsang, endi o'sha hozir to'xta bo'ldi. Endi to'xta bo'ldi. Sen qachon ko'tariladigan vaqt, ya'ni bunday ko'tarilib turibdi, tushadi-yu. Sen o'sha mana tushib kelayotgan paytingga kelyapsan-da. O'sha sen aytayotgan narsa вообще u narsaga to'g'ri kelmaydi. Mana endi Ashtepada turgan odam to'g'ri kelmaydi deyapsiz. Nima qarang? Kimdir ash pulni topish uchun to'g'ri harakat qilsa ham bo'lmayotganlar bular. Kimlardadir ash harakatni qilmagan odamlar juda ko'pda, ash pul topish uchun. Bunday qilib qarab. Bu haligi rizqini bermagan odamlar, uni rizqini sizga berib qo'ygan bo'lsa, bu odamlar qanaqa odamlar bo'ladi? Bu odamlar mana Yorqin aka rahmatliga o'tib ketdi. Yorqin aka rahmatlikka o'xshagan odam. Oddiy bo'ri jinni deb qo'yishadi, ash Bahodir aka. Qanaqa harakat qilib pul topadi? Qobil aka mana qanaqangi bir odam. Mana shu odamlarni rizqi menda deb turib, shularning rizqini doim men orqali beryapti deb turib, misol shu odamlarga bersiz bo'ladi. Yo misol ash aytganimdek, videoda ko'rganimdek odamdek bo'ladigan bo'lsa, nima deydi? Ashu odamlarning rizqi sayqal qiladi.